Assalomu alaykum qizlar. Demak, kuz fasli kelganda qo'llarimizni xushlash, qurib ketishi sizda ham bo'layaptimi? Demak, bunga yechim qilamiz. Birinchi navbatda qo'llarni vannachiga qo'yib olamiz. Bunga kerakli chayin soda, iliq suv va zaytun yog'i 1,5 qoshiq va bunga atir sovunini qirg'ichdan o'tkazib olganman. Buni ham qo'shamiz va bir massa bo'lguncha yaxshilab aralashtiramiz va bunga yarim soat vanna qilib olamiz. Vannadan keyin qo'lim shunaqa yumshoq bo'ldi. Endi navbat tirnoqlarni chiroyli qilishga. Bu uchun kerak bo'ladi bizga perks. Undan keraklicha solamiz va unga ozroq suv qo'shib yaxshilab gazda qaynatib olamiz. Gazda qaynatganimizdan so'ng endi buni chiroyli qilib tirnoqlarimizni bo'yab olamiz. Tirnoqlarimiz chakasiga chiqib ketmasligi kerak va mana menda tayyor bo'ldi o'zi. Hech qanaqa sizga qimmatga ham tushmaydi, sinalgan usul.